51-zona juda ham sirli va o'zga sayyoraliklar bor deyilgan va borish mutlaqo taqiqlanadi va men yo'lga chiqdim. Kechasi soat 2:30 va 5 soatlik yo'limiz bor. Ertaroq borishga harakat qildim. 51-zona juda ham cho'l va tog'larning o'rtasida joylashgan. U yerga yetib borishni o'zi juda ham qiyin. Uyqumni ochdim va yo'lda davom etdim. Antennalar o'z-o'zidan yo'qoldi. Cho'lning o'rtasida bir uy ko'rindi va biz u yerga kirib ma'lumot olishga harakat qildik. Atrofdagi narsalar va u yerdagi yozuvlar odamni o'ylantirardi va biz ichkariga kirdik. Do'stlarim u yerdagi qizdan ma'lumot so'ragunigacha men ichkaridagi bir xonaga ko'zim tushib qoldi. U yerdagi yozuvlar va rasmlar haqiqatdan ham 51-zona haqida edi. Qiz bizga aniq manzilni berdi. Yaqinlashib borar ekanmiz, u yerda har xil o'zga sayyoraliklar haykallari bor edi. Yo'lni biz ko'rdik, lekin biz tuzoqqa tushdik. 51-zonaning ahvoli. Biz hozir cho'lning o'rtasidamiz. 51-zonaga borib turganimizni aytishdi. Bu yerda o'q uzishar ekan, otib tashlashar ekan, umuman qarab o'tirmas ekan, o'ldirib yuborar ekan odamni. Kirish mumkin emas. Shuning uchun biz bu yo'ldan qaytib chiqib ketishimiz kerak. Bir g'alati voqealar bo'lyapti. Bular chunki ikkita chekkamiz cho'l. Mana shu dagi insonlar mana bizni qo'riqlab yuribdi. Faqat bizga ogohlantirish berdi. Qaytish yo'q, oxirigacha kurashaman va biz yo'lini topdik. Keyingi qismda barchasini bilib olasiz.